Bugungi mavzumiz Delphi dasturida protsedura va funksiyalar bilan ishlash. Protsedura deganda biz biror bir amallarni bajarish uchun xizmat qiladigan kompyuter tilidagi buyruqlar ketma-ketligini tushunamiz. Bular dastur yoki qism dasturlar bo'lishi mumkin. Mana biz formaga biz Delphi dasturida yangi forma o'rnatishimiz bilan birga bir nechta avtomatik tarzda bajariladigan protseduralarni ham o'rnatgan bo'lamiz. Bular demak Delphi dasturining kutubxonasida joylashgan avtomatik tarzda bajariladigan oyna bilan ish bajaradigan protseduralar to'plami bo'lib hisoblanadi. Ularni ko'rish uchun kod oynasiga kiradigan bo'lsak, mana kod oynasida uses bo'limida foydalaniladigan protseduralar demak ro'yxati mana keltirilgan. Bundan tashqari foydalanuvchi ham o'zi demak yangi protseduralar yozishi mumkin. Protseduralar asosan boshqarish uchun xizmat qiladi. Dasturni boshqarish uchun mana hozir biz bitta button komponentasini o'rnatib ko'ramiz. Mana button komponentasini o'rnatdik. Button komponentasining demak nomini o'zgartiramiz. Button 1 o'rniga boshqarish degan yozuvni kiritamiz. Mana boshqarish deb yozdik. Endi bu tugmamiz boshqarish tugmasi bo'ldi. Mana shu tugmani ichiga biz dastur yozadigan bo'lsak, bu endi yangi protsedura bo'lib hisoblanadi. Misol uchun mana bu boshqarish tugmasiga formaning nomini o'zgartirish hamda demak formaning rangini o'zgartiradigan buyruqlarni kiritib ko'raylik. Hozir mana demak boshqarish tugmasini 2 marta teztek bossak, protsedura oynasi ochiladi. Mana demak protsedura nomi form 1 button 1 click sender. Button 1 tugmasini bosganda nima ish bajarilishini demak biz hozir kiritamiz. Demak biz aytganimizdek formaning nomini o'zgartiramiz. Buning uchun yozamiz form 1 nuqta caption 2 nuqta teng. Xo'p, nomini kiritamiz bitta qo'shtirnoq ichida. Misol uchun birinchi protsedura bitta qo'shtirnoq yopiladi hamda nuqta virgul belgisi qo'yilib keyingi qatorga tushamiz. Ikkinchi qatorda endi forma 1 ning color xossasi, ya'ni rangini o'zgartiramiz. Form 1 nuqta color 2 nuqta teng cell yellow masalan yellow nuqta virgul. Mana endi demak bu hozir nimamizda dasturimizni bajartirib ko'ramiz. Xatolik bor ekan. Demak biz form 1 dan keyin nuqtaning o'rniga virgul qo'yibmiz. Shuning uchun demak dastur bajarilmadi. Mana endi nuqta qo'yamiz. Nuqta qo'ygandan keyin demak bu bajarildi. Mana endi ishga tushirib ko'ramiz. Mana yellow xato yozilgan, yellow bo'ladi. Hello. Endi
ishga tushirib ko'ramiz. Yana xato. Demak, hozir forma 1 da color xossasi qanday yozilishi kerakligini mana bu yerda ko'ramiz. Yellow pastda bo'ladi. Demak, bu color xossasi. Hop, hozir demak biz color xossasini ko'ramiz. Mana hozir color xossasi, mana demak forma 1 da color xossasini ko'rishimiz kerak. Biz buttonnikini qarab turibmiz, shuning uchun topolmadik. Demak, mana color xossasi cell yellow qanday yozilishini ko'ra olaylik-chi. Yellow. Mana bu yerdan demak ranglarni ko'ramiz. Mana yellow W bilan yozilar ekan. Cell yellow. W bilan yoziladi. Yellow. Va yozamiz. Mana bitta harfga xato qilsak ham dastur bajarilmasligini ko'rishimiz mumkin. Mana demak ishga tushirdik. Demak bu bitta xatoligimiz yana bu yerda cell yellow. Menimcha bu demak qo'shtirnoq ichiga olib, bittani qo'shtirnoq ichiga olib yozish kerak bo'lgan buyruq ekan. Shuning uchun demak bittani qo'shtirnoq qo'ydik-da, demak zapus qilamiz endi. Zapus qildik, yana xato. Demak color xossasi form 1 color 2 nuqta teng yellow. Boshqatdan yozib ko'ramiz hozir. Cell colorda boshqatdan yozaylik. Colordan keyin 2 nuqta. 2 nuqtani o'rniga nuqta virgul qo'ygan ekanmiz demak biz. Color cell yellow. Yellow. Nuqta virgul. Nuqta virgul qo'ydik. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana bu yerda demak cell yaqinroq tursa ham bo'ladi. Cell yellow. Tenglik qolib ketibdi. Endi mana tenglikni qo'yamiz. Tenglik qo'yamiz. Cell yellow. Zapus qilamiz. Dastur ishga tushdi mana. Endi biz bajarish tugmasini bosasak, mana bu form 1 yozuvini o'rniga demak biz kiritgan ma'lumotimiz birinchi protsedura so'zi hamda formaning rangi o'zgarishi kerak. Boshqarish tugmasini bosdik. Mana formaning rangi sariq bo'lib, uning sarlavhasi birinchi protsedura degan yozuv paydo bo'ldi. Mana endi ikkinchi protsedurani ham o'rnatib ko'raylik. Bu bitta dastur bo'ldi. Endi bitta protsedura bo'ldi. Ikkinchi protseduramiz misol uchun yana bitta button komponentasini o'rnatib, mana button 2 bo'ldi. Button 2 ni caption xossasini albatta o'chirib tashlaymiz. Mana o'chirib tashladik. O'chirib tashlab buni demak yangi deb qo'yaylik yoki chiqish deb qo'yaylik. Dasturdan chiqib ketish. Chiqish. Bu oddiygina ikkita buyruqdan iborat, bitta buyruqdan iborat protsedura bo'ladi. Mana hozir chiqish tugmasini 2 marta bosib, form 1 close degan buyruqni yozamiz. Form 1 nuqta close yopish degani nuqta virgul. Ana endi ishga tushirib bajarib ko'ramiz. Yani demak birinchisini bosganimizda nima ish bo'ladi, ikkinchisini bosganimizda nima ish bo'ladi. Mana bajarishni bossak demak dastur sarlavhasi o'zgarib, rangi o'zgardi. Chiqish tugmasini bossak dasturdan chiqib ketdi. Mana protsedura demak to'liq bajarildi. Mana bu
Hozircha protseduralar haqidagi asosiy ma'lumotlar edi. Funksiyalar bilan ishlash bo'yicha alohida yana video darsimizda ko'rib chiqamiz.